Agar 30 kun davomida har kuni 30 tadan turnik tortsang, tanangda mana nimalar sodir bo'ladi. Turnik oddiy mashq deb o'ylayotgan bo'lsang adashasan. Bu 30 kunlik chaqiriq butun yuqori tanangni boshqa hech qanday mashq qila olmaydigan darajada o'zgartiradi. Birinchi hafta, birinchi kunlardanoq bitseps va yelkalar sekin achishadi. Mushaklaring yig'laydi, ammo bu yaxshi degani. 10-kun orqa tomon shakllana boshlaydi. O'sha hamma bilgan V ko'rinish chiqadi. Atletlarga o'xshab qolasan. 15-kun bilaklarda kuch portlaydi. Oldin ocholmagan banka qopoqlarini oson ochadigan darajada kuchli bo'lib qolasan. 20-kun qomat to'g'irlanadi, yelkang to'g'ri bo'ladi, bo'yin va bel og'rig'i yo'qoladi. 25-kun bu yerda esa eng qiziq narsa sodir bo'ladi. Tana nerv mushak aloqasini qayta yozadi. Turniklar oson tuyula boshlaydi, mushaklar zijlashadi, yelkalar kengayadi, bel esa ingichkalashadi. Hattoki vazn yo'qotmasang ham 30-kun testosteron darajasi 40% gacha oshadi. Tana o'zi avtomatik ravishda yog' yoqadigan anabolik holatga o'tadi. Hatto uxlayotganingda ham orqa tarafing ham ancha yaxshilana boshlaydi. Kuching esa yangi darajaga chiqadi. Bu oddiy mashq emas, bu tanangni qayta dasturlovchi qudratli transformatsiya. Yanada ko'proq ma'lumotlar uchun Sportnex Telegram kanaliga obuna bo'ling.